Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Dongfeng 007 va 008 pultini ichini ochamiz va ichidagi batareykani almashtirishni o'rganamiz birgalikda. U uchun nima kerak bo'ladi? Bunaqa kichkina minus atverkamiz kerak bo'ladi. Pultida o'zi bunaqa kichkina joyi bor. Kuratdan olib Sen kuratni ochib olamiz. Ichida bunaqa skeması bo'ladi. Batareykasi joylashgan. Batareykani kuratdan chiqarib olamiz. Batareykamizni nomeri 2032. Mana bu do'konga borib, shu originalni olsanglar, shunaqa ko'rinishda bratning yangisini qo'yamiz va обратно taqamiz. Mana bu o'zida joylari bor. Bor qilamiz. Keyin bitta narsa yopayotgan paytingizda mana buni to'g'ri qo'yish kerak, yopish uchun. To'g'ri qo'ysanglar oson bo'ladi. Hammaga rahmat.